Alloh taolo har bitta ishni taqdir qilar ekan, taqdir qilgandan oshiqcha bo'lmaydi. Lekin shu taqdir qilingan ish qachon bo'ladi? Sabablari qoyim qilinishi kerak. Alloh taolo taqdiri siz bilan bizni tavakkul qilishlikka chorlaydi. Endi tavakkul qilganimizdan keyin sababini ham nima qilishimiz kerak? Qoyim qilishligimiz kerak. Musa alayhisalomga asoying bilan dengizni nima qil dedi? Ur dedi. Hanimi Alloh asosini tegizmasa ko'tara olmasdi, ko'tara olardi. Siz bilan bizga ibratki, Alloh aytayapti, hassani tegizib qo'ydi. Shu sabab edi. Endi qaytib yopilishligida ham hassani tegizmay tur dedi. Ya'ni sabab bo'lishligi kerak. Allohga qilgan tavakkulimiz bizni sababni qilishlikdan to'smaydi. Otni bog'lab, keyin nima qilamiz? Tavakkul qilamiz. Sababini qilamiz. Insoniy qo'limizdan kelgan chorasini qilamiz. Bir maqsadga yetish uchun, bir ishimiz chiroyli natija topish uchun qo'limizdan kelgan sababni qilamizda, natijani Allohga tashlaymiz. Mana shu narsa tavakkul bo'ladi. Sababini qilmasdan turib olishlik bu tavakkulga kirmaydi.